Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan suhbatlashadigan temamiz juda ham kam uchraydigan kasallik, ya'ni ixtiyoz kasalligi haqida bo'ladi. Ixtiyoz kasalligi irsiy kasallik hisoblanib, odam organizmida dermatoz hisobida kechadigan kasalliklar turi bo'ladi. Ixtiyoz kasalligida asosan shikastlanadigan obyekt bu teri hisoblanadi. Ixtiyoz kasalligi tug'ma bo'ladi, irsiy bo'lganligi uchun. Chaqaloqlar tug'ilganda ham bilinishi mumkin yoki dastlabki oylarida, asosan 3 yoki 6-oylaridan boshlab qo'l, oyoq, qorin qismlarida terining qurishi bilan namoyon bo'ladi. Ixtiyoz kasalligi deganda bu grekchadan olingan bo'ladi. Baliq degan ma'noni anglatadi. Terida o'zgarishi baliq tangalariga o'xshagan toshmalarda hosil bo'lib, quruqlashishi yuzaga kelib chiqadi. Ixtiyoz tug'ma yoki kongenital ixtiyozda bola chaqaloq terisida asosiy o'zgarish kretinizatsiya yuzaga keladi. Kretinizatsiya degani qanday? Oddiy qilib tushuntirib beramiz. Kretinizatsiya o'sha hujayrani ichi oqsil bilan to'lishi. Oqsil bilan to'lganda kreatin oqsili bilan to'ladi. Bu oqsil esa terini suvlashishi yoki namlashishiga keskin, qattiq to'sqinlik qiladigan holat bilan bog'liq bo'ladi. Bu ixtiyoz kasalligi genetik kasallik bo'lganligi uchun hozirgi kunda genetik olimlarimiz tomonidan to'liq o'rganib chiqilmagan sabablari faqat meros bo'lib, otadan bolaga, onadan bolaga, buvidan nevaraga shunaqangi holatda uchrab keladi. Lekin bizni xursand qiladigan tomoni, hozirgi ixtiyozlar avvalgi ixtiyozlardan farqi vaqt o'tgan sari mutatsiyaga uchrab turib, buni zararlanish maydonlari kamayib boradi. Xo'p, endi terida zararlangan holatlarni sezdik. Bolani 3 oyligi yoki 6 oyligida bo'ldi. Bolada qanday bezovtagarchiliklar bo'ladi? Keling shular haqida suhbatlashib o'tamiz. Bola beixtiyor injiqlanishni boshlaydi. Masalan, terisini qashishni boshlaydi. Uyqusi yoki o'z-o'zidan injiqlik yig'i paydo bo'ladi. Shikoyatlar oyma-oy katta bo'lgan sari, kasallik kattalashgan sari, kasallik ulg'aygan sari shikoyatlar ham ulg'ayib boradi. Asosiy bezovtalik qichishishga bo'ladi va terini baliq tangasiga o'xshab yaltirab ko'chishi bilan bog'liq bo'ladi. Vaqtida e'tibor qilinmasa, terida katta o'zgarishlar yuzaga keladi. Qurigan po'stloq singari ko'chishlarni namoyon qilishi mumkin. Ixtiyoz kasalligi suvni juda ham yaxshi sevuvchi kasalliklar qatoriga kiradi. Bolani ko'proq vanna qildirish juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ular o'zi tabiatan ixtiyoz kasalligi bor bolalar cho'milishni, suvni juda ham yaxshi ko'rishadi. Birinchi cho'milish kunidayoq ular uchun orom bo'ladi, namlik. Chunki biz yuqorida aytdik-ku, oqsil kretinizatsiya bo'ladi. Oqsil kirib olgandan keyin namlikni, terini namligini, yumshoqligini, elastikligini buzib qo'yadigan holatni yengillatganligi uchun bolada o'zgarish yaxshi bo'ladi. Suvni juda ham yaxshi qabul qiladi. Kasallik asosan sovuq tushgan mavsumda avjiga oladi, juda ham kuchayishi mumkin. Ya'ni o'sha dekabr oyidan boshlab, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may oylarida cho'qqiga chiqish oyi fevral oyi bo'ladi. Fevral oyidan yana cho'qqini pasayishi, yoz oylarida cho'milish mavsumlari, o'sha suv bilan bog'liq bo'lgan mavsumlarda kasallik chekinadi, teri tekis bo'lib o'z-o'zidan sog'lomlashishi mumkin. Va yana bu qaytalanuvchi, doimiy uchraydigan kasallik hisoblanadi. Bunday chaqaloqlar davlat hisobida, davlat nazoratida turadi. Ularga nafaqa to'lab boriladi, sababiki ularni lecheniya olishlari uchun ishlatiladigan mazlar, kremlar
mablag' jihatdan finansiy tomondan yuqoriroq baholanadi va doimiy lecheniyaga muhtoj bemorlar qatorida turishadi. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa yoki boshqa yana qanday kasalliklar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Bizni kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan kelgusi dasturlarda uchrashguncha assalomu alaykum.